Qibray, Quyuchirchiq, Ohangaron tuman, Piskent, Chinoz, Yangiyo'l. Birortasi bular mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan shartnoma qilmagan, mahalliy doriga. Bularga import dori kerak faqat. Nimaga keldilaring yig'ilishga? Nimaga davlat rahbarining murojaatlariga qarab, eshitib, qancha televideniya muhokama bo'lgandan keyin nima haqlaring bor bajarmaslikka sizlar? Kim sizlarga bunaqa vakolat berdi? Shunchalik ham noinsofmisizlar, insofdan chiqib ketganmisiz? Sultonbekov hammasini olib qolasiz, arizasini olasiz hammasini. Hammasi arizasini olasiz. Moliya boshqarmasi ertaga gruppa qilib, bular kim bilan shartnoma qilgan? Necha so'mdan dori olyapti? Qanaqa nimaga import doriga shartnoma qiladi, o'zimizniki yoqmaydi bularga? Nimaga bularning fikri buzuq? Baho berasiz. Men sizga prokuraturadan ham, departamentdan ham, soliqdan ham hammasidan nima qilib beraman. Odam qo'shib beraman. Bu offshore firmalardan, abnal firmalardan dori olayotganlar to'g'risi bilmaydi deysizlarmi? Bilmaydi deysizlarmi? Hammasi arizasini olasiz. Bugun Sog'liqni saqlash vazirligi bilan gaplashasiz. Menga bilan masalasi hal qilib bering. Hammasini. Birorta odamni o'rtaga tushib, mana shunaqa desangiz, o'zingiz ishni olib tashlayman bugun. Janob Sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbari. Juda o'rgangan ekan ikki-uchta bir umr kasalxonaning kreslosini nikohlab olgan noinsof ikki-uchtadan o'tirib olib, dori-darmonni ham o'zining ota-boyidan qolgan firmada olishga. Kimning haqqi bor? Nima haqlaring bor xalqqa xiyonat qilishga? Kasallik kunidan, kasallik haqidan, kasallik rizqidan qirqib kun ko'rib, nimani baraka topmoqchisizlar? Qayerga bormoqchisizlar? Bular hammasi sabotajning. Mahali viloyat tibbiyot muassasalarini ham menga bo'ysunuvi boshqasi, menga farqi respublika bo'ysun beda filialmi territoriyada o'tiribdimi? Talab qilaman. Tushuntira oldimmi? Hammasini arizasini olasiz. Yozish kerak bu. Mana shu aytilgan tibbiyot, mana ijtimoiy tarmoqda buni muhokamaga qo'yish kerak hozir. Men o'qib beraman. Angren shahar, Ohangaron shahar, Bekobod, Bo'stonliq, Qibray, Quyuchirchiq, Ohangaron, Piskent, Chinoz, Yangiyo'l tumanlari tibbiyot birlashmasi rahbarini lavozimiga loyiq deb o'ylaysizmi deb bir muhokamaga bugun qo'yasizlar. O'rtaga Toshkentda turgan, palon joyga turgan odamning o'rtaga chiqadigan bo'lsa, hurmatli bosh vrachlar. Vallomating bo'lsa ham gaplashaman. Borib kasalxonada kollektivini yig'ib, hamma kasallarni yig'ib, muhokamasini o'zim o'tkazaman keyin. Rayonni, shahar deputatlari bilan. Bizga vatanparvarlar kerak. Rahbarimiz aytganlaridek tajribasi bo'lmasa ham, vatanni yaxshi ko'rsa, vatanparvar bo'lsa, mana bu yuragi salgina toshga